Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biza bugun stansiya shashlik, mana Sayfulla bo shashliklarini shunaqa ro'parasida temir yo'l vokzali yonida joylashgan domda biza bu domdan oldin ham ikkita uchta uy xonadonlarni sotgan biza. Shundan hozir bitta variant chiqib qoldi. Mana shu xonadonimiz mana tayyor, remont qilingan, jihozlangan, tayyor holatdagi xonadonimizni sotuvga qo'yamiz. Egalari menimcha yomon narxga yetishmayapti. Sababi oldin ham sotgan biza, bilamiz qanchadan sotilganini. Hozirgacha 170-180 million atrofiga xarajat qilib qo'yilgan ekan aslida. Shundoq bo'lsa ham mayli, $12,000 berishsin, qolgan 298 million kreditini oyma-oy 4,5 milliondan chiqargan. Shuni davom ettirishsa ham bo'ladi deyishdi. Yoki-da shunaqa naqd berib turib, birdaniga nomimizga rasmiylashtirib olsangiz ham bo'ladi. Bu xonadonimiz 2-qavatda joylashgan, 2 xonali bo'lib, mana eshiklar ham yaxshi eshiklar, remontlar ham chiroyli remont qilib qo'yilgan. 2-qavat 2 xonali bo'lib, jami 52,5 kvadratdan iborat ekan. Mana alohida aristonlargacha o'rnatib qo'yilgan, mana dushovoylari. Bu mana koridor qismi. Bu mana podyezddan kirib kelish. Mana batareyalar o'rnatilgan. Mana bu bitta xonasi mana. Bu xonada ana 2 ta deraza qo'yilgan ekan. Xohlang bunisini spalniy qilib, unisini mehmonxona yoki unisini spalniy qilib, bunisini mehmonxona qilsangiz ham bo'lar ekan, yomon emas. Remontlari tayyor holatga ko'rib turibsizlar. Bu xonamizning yoniga oshxonasi joylashgan. Mana bu oshxonasi. Kachollari. Pastda egalarining raqamlarini qoldiramiz. O'zimizning raqamimizni ham qoldiramiz. Xohlasangiz egalari bilan, xohlasangiz biz bilan aloqaga chiqib, yana ham batafsil gaplashib olsangiz bo'ladi. Shunaqa uy qidirib yurgan tanishlar bo'lsa, like bosib, podpiska bosib jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.